Qachon biz o'zimizga baho bera olamiz? Men yaxshi ovqat qila olamanmi yoki yo'qmi? Qachonki solishtirish bo'lsa, ovqat tayyorlaysiz-ku, siz uni yaxshi yoki yomonligini qachon tushunasiz? Onamni ovqatiday emas. Masalan, men ovqat qilsam agar bilaman. Meni ovqatim qaynonamnikida emas, ayamnikida emas. Bu ikkita ayol ideal. Oshpaz, dahshat ovqat qilib qo'yishadi, sindirishadi. Men o'ylayman shu payt, men bularday ovqat qila olmayman. Aslida qilishni bilaman. Ya'ni bu men xamir qilishni bilaman, somsa qilishni bilaman. Men buni bilaman, lekin kimdirday emas. Ana shu yerda nima bo'ladi? Bahocha pasayadi. Chunki solishtirish bor. Va shu yerda men tan olaman, ha, meni qiladigan ovqatim ayamnikida yoki kimnikida emas, menga buni aytishgan. Siz aytasizki, bu norma. Hamma ideal bo'la olmaydi. Ideal bu nima? Ideal bu yaratgan. Unga xos ideallik insonga emas. Shuning uchun qachonki siz odamdan ideallik talab qilsangiz, ideal munosabat, ideal ideal ayol xato qilasiz. Va mana shu yerda siz juda katta planka qo'yasiz va o'zingizni azob berasiz.